Hindistonda davosi yo'q yangi virus tarqaldi. Hozirga qadar 5 kishi kasallangan, taxminan 100 kishi karantinga olingan. Kasallanganlarni davolash uchun hozircha vaksina yoki maxsus davo yo'q. Namanganda uyida qimorxona tashkil qilgan shaxs qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qirg'izistonda mehmonxonadagi janjal qizning o'limi bilan tugadi. Qiz bilan yaqin munosabati bo'lgan yigit gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan. Surxondaryoda Alfa nomli jinoiy guruh a'zolari ushlandi. Tezkor tadbirda Telegram messenjerida Alfa nomli guruh ochib, ko'cha yechimlariga aralashgan 6 nafar jinoiy guruh a'zosi qo'lga olingan. Pokistonda terrorchi o'zini portlatib yubordi. U 2015-yilda radikal guruhni tark etgan. Keyinchalik tolibonlarga qarshi tuzilma tuzgan. Portlash bo'yicha tergov davom etmoqda. Filippinda 15 kishi halok bo'ldi. Filippinning janubiy hududlarida parum halokati oqibatida 15 nafar kishi vafot etgan. 43 kishi bedarak yo'qolgan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.